Assalamu alaykum qarindoshlar. Men Amerikadan doktor Mehmet deyman. Men bugun zamonimizdagi yuqori saviyalik aldamchilik degan temada qisqacha bir leksiya so'zlab o'tmoqchi. Mening bu temada leksiya so'zlashimning asosli maqsad bu temada tilga ilingan aldamchilik mushu sog'lomlik bilan munosabatlik aldamchilik bo'lganligi uchun men uning bosh oxirini qarindoshlar bilan qisqacha bir o'rtoqlashib o'tmoqchi. Tövəndə diqqətinizlə bu leksiyanınki asaslıq məzmunda bolsun. 2022 yılı 1 ayının 4. günüsü Theranos şirketininki qurğucusu və onun başlığı Elizabeth Holmes Amerikaninki Kaliforniya ştatıga joylashgan Federatsiya sotining 11 türlük aldamchilik bilan ayblashining 4 turda gunohkor ekanligini e'lon qilgandan keyin xalqaroda nurg'unlagan medialar bu to'g'risida keng ko'lamda xabarlar e'lon qildi. Undaqda bu Elizabeth Holmes zodi kim? U va uning Theranos şirketi qandaq aldamchilik qilgan? Bu Elizabeth Holmes 1984 yılı 2 ayının 3. günü Amerikaninki Washington şəhərdə tug'ilgan bo'lib, u 2003 yılı Stanford University ximiya fakultetida 2 yil o'qigandan keyin maktabni tashlab chiqib ketgan va 19 yoshida Theranos şirketini qurib chiqqan. U nihoyatda aqlli bir qiz bo'lib, kichik vaqtidan boshlab shu olma şirketininki qurg'uvchisi va burunqi xo'jayini Steve Jobsni o'ziga ulgu qilgan va o'zininki ikkinchi Steve Jobs bo'lishiga bel bog'lagan. U shirkat qurgandan keyin dadasininki shu aloqa chambarki orqali nurg'un donliq shaxslar bilan tanishgan va ularni o'zining shirkatiga mablag' silishga ko'ndirgan. U shirkat qurib qisqagina vaqt ichida shirkatga $700 million mablag' to'plagan. Hamda u qurib chiqqan shu Theranos şirketi bo'lsa 2003 yili Kaliforniyada qurilgan sog'lomlik uchun qon tekshirishni asosi mulozimat qilgan shirkat bo'lib, uning umumiy qiymati 2013 yili va 2014 yili $9 milliard ga yetgan. 2015 yili 10 ayda Wall Street Journal'ninki muxbiri u shirkatninki gumonliq ekanligini o'tirg'a qo'yib bir parcha maqola e'lon qilgandan keyin u shirkat aldamchilik bilan shug'ullangan deb qarilib, uningki umumiy qiymati biroqla nolga aylanib ketgan. Bu Elizabeth Holmes bo'lsa, shu 2013 yili dunyodagi eng yosh millioner deb qaralgan. Va 2015 yili uning sap boyliqininki $4,5 milliard ga yetganligi doklad qilingan. 2016 yili Theranos şirketininki vayron bo'lishiga ergishib, uning boyliqimi $0 ga tushib qolgan. 2018 yili 6 ayda Amerika federal soti tarafidan 11 turlik aldamchilik jinoyati bilan ayblangan. Bu ko'rayotgan rasmdagidek bu qiz nihoyatda yosh millioner bo'lib, Amerikadagi va dunyodagi nurg'un donliq medialarniki
baş rasmiga tanlangan va u qiz to'g'risida nurg'un shu hujjatlik filmlar ishlangan. Ayni vaqtida Clinton tarafidan qabul qilingan Obama davriga kelgan vaqtida muavin prezident, ayni vaqtidagi muavin prezident Biden tarafidanmi qabul qilingan. Men yuqori deb o'tgandagidek, Suranos şirketi insonlarning sog'lomligi uchun zarur bo'lgan qon tekshirishni asosi mulozimat qilgan shirkat bo'lib, u hozirgi mavjud bo'lgan qon tekshirish shirkatlari va qon tekshirish tajribalarining hech biri qilolmagan ishni qilib, g'arb tibobati qon tekshirish tarixida davr bo'sish xarakterlik o'zgarish paydo qilganligini jakolagan. Köplegen dağınlıq şəxslər və medialarmı onunğa işinib, onu bu sahədə igilik tikləb, möcüzə yaratdı deb tərifləşkən və maqtaşqan. Hazır Qərb tibbiyatida mövcud bolğan qon tekshirish jami 20 dan ortiq gruppa və 200 dan ortiq o'xshamagan tekshirish turlarini o'z ichiga oladigan bo'lib, har bir gruppa tekshirish uchun qon tomiridan kam deganda 2 millilitrdan 5 millilitr oralig'ida qon ilishga to'g'ri keladi. Yuqorqi 200 xildan ortiq turlarning hammasini tekshirish uchun bemordan xili ko'p miqdorda qon ilishga to'g'ri keladi. Uning ustiga u tekshirishlarning ko'pinchisi bajat qimmat bo'lib, mashg'ulot jihati nurg'un qolaysizliklar mavjud. Yana oldi bilan bemor belgilangan vaqtda doktorxonaga berib, maxsus tarbiyalangan sestralar tarafidan qon tomiridan qon ilishqa, ondan maxsus qon tekshirish tajribalariga yo'llab tekshirishga to'g'ri keladi. Tekshirishlarning natijasiga erishish uchunmi bir yoki bir necha kun saqlashga to'g'ri keladi. Suranos shirkati kishilarning qon tekshirishda duch kelgan u qolaysizliklarni va kishilarning qon tekshirishdagi xarajatga bo'lgan ehtiyojini qo'llanib, hozir mavjud bo'lgan qon tekshirishlarda davr xarakterlik o'zgarish paydo qilib, hozirgi o'lchamdan 100 hassadan 1000 hassa oz qon bilan 200 xildan ortiq qon tekshirish turining hammasini tekshirib chiqalaydiganligini, bemorning doktorxonaga berishning hojati yo'qligini, qon tekshirishlarni har qanday yerda ilib boralaydiganligini, tekshirish haqqining noyat azon natijaga erish vaqtining noyat qisqa bo'ladiganligini o'tirib qo'ygan. Bu rasmda ko'rayotganinglardagidek sol tarafdagisi hozir mavjud bo'lgan an'anaviy qon tekshirishga ehtiyojli qon miqdori bo'lib, bu o'ng tarafda ikki barmoq orasida tutib turgani, ya'ni bir tomchi qon shu Suranos shirkati shu butun qon tekshirishga ehtiyojli bo'lgan qonning miqdori deb va'da bergan qon. Ya'ni bu ikki xil tekshirishdagi qon miqdorida alohida ko'zga ko'rinarli farq bo'lib, Suranos shirkati qonning miqdorini oziltish, qon tekshirish tanarqini töveltish degandagidek nurg'un ortiqchalar orqali xalqni jalb qilgan. Bu Elizabeth Holmes va uning Suranos shirkatininki yuqorqi aldamchilik qilmishlarini shirkatning bu rasmdagi 2 yosh xizmatchisi tunji bo'lib, bu rasmda o'tirda turgan Wall Street Journal'ninki muxbirga oshkor qilgan bo'lib, undan keyin u muxbir u jihatda tafsili tekshirish olib borgan. Shirkatning aldamchiligi oshkor bo'lgandan keyin ba'zilar uni faqatla tijorat jihatdagi mag'lubiyat deb qarab, uni aldamchilik emas deb
qaraydiganligini bildirishgan bo'lsa-mu, biroq hozirga qadar şirketning aldamchilik jinoyati bilan munosabatlik isbot materiallar 16 million betga yetgan. Suranish şirketi o'z mahsulotining mag'lub bo'lganligini burun farq etgan bo'lsa-mu, biroq uni oshkor qilishning o'rniga boshqa şirketlarning asboblarini ishlatib aldamchilik qilishni davom qilgan. Bu şirket gerçi an'anaviy qon tekshirish şirketlari va tajribaxonalarini o'zlarining eng cho'ng raqobatchisi ko'rib, ularning mulozimatini davrning taraqqiyotiga moslasholmagan deb ayblashgan bo'lsa-mu, biroq o'zining qon tekshirish asbobi mag'lub bo'lgandan keyin bemordan olgan bir tomchi qonni suyuldirish orqali qon miqdorini hozir qo'llanib kelayotgan va o'zlari inkor qilgan an'anaviy qon tekshirish uskunalari talab qilgan miqdorga yetkazib, u uskunlar orqali tekshirish natijasiga erishgan. Bemordan olgan qon suyuldirib tekshirilgani uchun uningdan erishgan natijada ig'ir darajada xatolik ko'rilgan. Shu sababdan ko'plagan bemorlarning qon tekshirish natijasi benormal chiqib, ularda zarur bo'lmagan qaymoqish va endişeler paydo qilgan. Bu to'g'risida Wall Street jurnalining muxbiri Bad Blood, ya'ni buzuq qon nomi bilan 2018 yili bir kitob nashr qilgan bo'lib, keyin u kitobning mazmuniga asosan kino qilib ishlangan. Amerikalik bir donliq jurnalist, ya'ni muxbir mundaq degan ekan: aqlli kishilar qavoxonlarda urush jidal qilmaydi, ammo döt kishilar atom bombasi yasay olmaydi. Bu nima demakchi degan vaqtida xuddi dunyo aqlli kishilar tarafidan taraqqiy qilgan va ro'naq topganga o'xshash, agar dunyo vayron qilinsa, u hargizmi döt kishilar tarafidan emas, balki aqlli kishilar tarafidan vayron qilinadi. Agar biz dunyoning yoki jamiyatning qalaymaqon bo'lishidan, vayron bo'lishidan andish qilsak, biz hargizmi döt kishilardan emas, balki aqlliq, ammo axloq yo'q kishilardan andish qilishimiz kerak. Undaqda biz bu yuqorida deb o'tgan yuqori texnikalik aldamchilik vaqasidan nima savoqlarga ega bo'lishimiz kerak degan vaqtida, biz bu aldamchilik vaqasidan hozirgi zamon aldamchiligining biz biladigan aldamchilikdan alohida farqli bo'ladiganligini, uni farq etishning undaq oson emasligini tunib yetishimiz kerak. Bizda aldamchining quyruqi bir tutam deydigan gap bor. Biroq jamiyat taraqqiy qilgan sari aldamchilikmi taraqqiy qiladigan bo'lib, ba'zida aldamchilikni farq etish uncha oson emas. Ya'ni uni farq etish uchun nurg'un zamonlar ketishi mumkin. Bu aldamchilik vaqasida qo'llangan usul night oddiy, ya'ni boshqalar qilolmagan ishni qilolayman deb boshqalarni qiziqtirish, boshqalarni jalb qilish usulini qo'llangan bo'lib, donliq shaxslarning qo'llashi bilan uning rost yolg'onligini farq etish qiyinlashgan va uni fosh qilish ko'plagan to'salg'ularga uchirgan. Natijada uningga oldi-keyni bo'lib 12 yildan ortiq vaqt ketgan. Yuqoridagi u aldamchilik vaqasiga asosan zamonimizdagi aldamchilikning alohidliklarini tuvandagi bir nechta taraflarga yig'inchoqlab chiqish mumkin. Birinchi, boshqalarning muhtojligi yoki boshqalarning nimaga ehtiyojligiga asosan boshqalar qilolmagan ishlarni qiladiganligini yoki
mo'jiza yaratadiganligini bildirish. Ikkinchisi, odamni jalb qiladigan, ammo reallikqa uyg'un bo'lmagan va'dalarni berish. Uchinchisi, hozirgi zamon yuqori fan texnikasidan unumli foydalanish. To'rtinchisi, mashhur shaxslar bilan yaqin munosabat o'rnatish, ularning nomidan foydalanish. Beshinchisi, cho'ng so'rinlarni hozirlash, har xil medialardan unumli foydalanish. Oltinchisi, har qanday so'rinda so'zlaganda, bayonot e'lon qilganda jazmlashtirib so'zlash. Yettinchisi, boshqalarni ishondiradigan isbotlarni to'plash va yoki shundaq isbotlarni yasab chiqish. Sakkizinchisi, boshqalarning muhtojligini va ojiz nuqtalarini yaxshi egallab, uningdan foydalanish. To'qqizinchisi, boshqalarga yaxshi ta'sirot berishga alohida ahamiyat berish. Ya'ni urush jidal qilmaslik yoki bo'lmasa xalq ochiqlangan vaqtida ochiqlanmaslik. Bular hozirgi zamondagi aldamchilarningki o'rtaq aloyligi bo'lib, shu sababdan kishilarningki bu aldamchilik qilayotganligini farq etish nihoyatda qiyin to'xtagan yoki uni farq etishga nihoyatda uzun zaman ketishi mumkin. Undaqda kishilarning aldamchilik qilishdagi maqsadi nima? Yoki kishilar nima uchun aldamchilik qiladi? Kishilar ma'lum maqsadga yetish uchun aldamchilik qiladigan bo'lib, hech kim men aldamchilik qilyapman deb aldamchilik qilmaydi. Kishilarning aldamchilik qilishdagi maqsadini tövendagi bir nechta tarafga yig'inchoqlash mumkin. Birinchisi, iqtisodiy manfaat uchun aldamchilik qilish. Ikkinchisi, ma'lum siyosiy g'araz va maqsadga yetish uchun aldamchilik qilish. Uchinchisi, ma'lum o'ringa chiqish yoki huquq mansab uchun aldamchilik qilish. To'rtinchisi, nom atoq, shuhrat va yoki boshqalarning diqqatini jalb qilish uchun aldamchilik qilish. Beshinchisi, o'zining boshqalardan aqlli ekanligini isbotlash va yoki faqatla boshqalarni ahmoq qilish uchun aldamchilik qilish. Mana bular kishilarning aldamchilik qilishdagi asosli maqsadlari. Aldamchilikning ijtimoiy asosi nimalardan iborat? Ya'ni kishilar aldamchilik qilganda nima sababdan qanday qilib muvaffaqiyat qozonadi? Aldamchilikda aldamchining axloqi, g'arizi, aql parasti, yili-mikri va qo'llangan usullarining yuqori saviyaligidan boshqa tuvandagi omillarmi nihoyatda muhim rol o'ynaydi. Birinchisi, insonlarning ochko'zligi va erishmoqchi bo'lgan narsaga jafo tortmay, badal to'lamay, oson yo'l bilan erishishni orzu qilish psixikasi. Ikkinchisi, insonlarning tez va oson boy bo'lish istagi. Uchinchisi, insonlarning muhtojligi va ojizligi. To'rtinchisi, insonlarning nodonligi, hamoqatligi va bilimsizligi. Beshinchisi, insonlarning soddaligi, oqko'ngilligi va tajribasizligi. Oltinchisi, qonun tuzumning mukammal bo'lmasligi yoki qonun tuzumning yaxshi ijro qilinmasligi. Mana bular aldamchininki muvaffaqiyat qozonishdagi asosli omillar. Undaqda qanday qilganda boshqalarning aldam xaltasiga tushib ketishdan saqlanғалы bo'ladi? Birinchi, oldi bilan zamonimizdagi aldamchilikni tonib yetishimiz va ularga bo'lgan hushyorligimizni o'stirishimiz kerak. Ikkinchisi, dunyoda badal to'lamay, ter oqizmay, ko'zlagan maqsadga osonla yetkilib bo'lmaydiganligini, haqsiz tushlik tomoqning yo'qligini bilishimiz kerak. Uchinchisi, odamning ishongisi kelmaydigan yaxshi ishlarga oldirab ishonmasligimiz kerak. To'rtinchisi, universal safarimizni yuqori ko'tarib, nodonlik
ve hamakatlikten qutulishimiz kerak. 5-incisi aql farosatimizni ishqa silib, izlanishimiz ve mustaqil tafakkur qilishimiz kerak. Bugungi bu zamonimizdagi yuqori saviyalik aldamchilik to'g'risidagi leksiyani mishada oxirlashtirmoqchi. Hammanglarning diqqat berganinglarga ko'pdan ko'p rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Allohga omonat.